Biz hammasini qilib ko'rdik. O'sha to'yni ham qildik, sarposini ham qildik. Mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda qizlarimizga sarpoga kitob qo'shib berish odati urfga aylanyapti. Bundan ham xursandman. Qanday chiroyli. Bir paytlar shu Gruziyada bo'lardi, yodingizda bo'lsa, haligi Arslon terisini yopingan pahlavon degan kitob bor, Shotor Ustevelni. Milliy asarida. Milliy asar. O'shani sepiga solib berar ekan hammaga. Men ham o'sha paytda bir o'shani o'qiganimda bir havas qilganman. Shu qani bizda ham endi bir Hamsani, Alisher Navoiyning asarlarini solib uzatsak deb. Yo'q, bugun nafaqat Hamsa, balki 800 ta, 500 ta, 1000 ta kitobni olib sarposiga olib boryapti. Ota-onalar xursand bo'lyapti. Ota-onalar endi odamlar bilyapti. Bu rivojlanish, ongli rivojlanish. O'sha uyga agar ma'rifat keladi, kitob kirgan uyga ma'rifat keladi, nur keladi. Endi undan g'ururlanish kerak bo'ladi. Yaqinda biz ham jiyanimizga Jizzaxlik Zulfiya mukofoti laureati bo'lgan qizimizni kelin qilib olib keldik. 1000 tacha kitob bilan keldi. Yaxshi-da. Sepa butun kelibdi-da. Boshqa narsa kerak emas. Boshqa narsa kerak emas. Mana bugun bu narsalar ko'payyapti.